Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun 1-oyning 31 kuni. Hammalar ko'rib turayotgandagidek Wuhan o'pka yollig'i yanada dunyoning qiziq nuqtasi. Hozir qadar shu aniq diagnoz qo'yilgan Wuhan o'pka yollig'iga giribtor bo'lgan kasallarning soni 10 mingga yaqinlashdi. Balkim so'zlayotgan vaqtimda 10 mingdan oshib ketgan bo'lishi mumkin. Andan keyin bu kasal bilan o'lib ketganlarning aniq soni 213. Bu san balkim yana uzluksiz ko'payishi mumkin. Bu kasallarninki mutlaq ko'p qismi Wuhanni markaz qilgan, ya'ni Xitoy ichida bo'lib, jami 140 san chet elda bayqalgan, ya'ni chet elda bayqalganlarniki soni 140 atrofida. Albatta bu sanmi yana uzluksiz o'zgarib turishi mumkin. Әміміз көргендікдек Түнігін Дүния Сәйя Тәшкілаты bu keselge boğan agalandırışını yani bir derece yukarı götürüp bütün dünya miqyasida Sәйya ciddi halatını ilan kıldı. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerikaliklarniki Xitoyga vaqtincha bos bo'lmaydi deb bu qarorni e'lon qildi. Belkim bu qarorlarni ko'rgan nurg'un qarindoshlar texmi jiddiylashishi mumkin. Hamda bu yerda shu Dunyo sayyohat tashkilotiniki nima uchun asldagi qarorni o'zgartib jiddiy holat e'lon qilishniki sababini ular bu kasallikning ig'irlashganligidan emas, balki boshqa davlatlar, ya'ni Xitoydagidek undaq iqtisodiy jihatda va jihatda undaq iqtidori bo'lmagan boshqa davlatlarni qo'g'dash uchun deb ko'rsatdi. Balkim buning belgilik sabablari bo'lishi mumkin, chunki Xitoyninki sirtida tarqalgan davlatlarning ichida shu Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlarda biroz jiq bu kasal nisbatan aytgan vaqtida. Eng muhim sababi mening qarashimcha bu Birleşken Dünya Sayyohat Tashkilotining boshlig'i Xitoyga qilgan ziyaratidan keyin Xi Jinpingni va Xitoy hokimiyatini bu kasalni bartaraf qilishdagi harakatlarni nihoyatda yuqori darajada baho berib bak maqtagan. Bu dal g'arbda shu Xitoy hukumatining bo'lib bak Xi Jinpingninki bu kasalni bartaraf qilishda qo'llangan siyosati shu kasbiy xodimlarniki faoliyat ilib berish harakatiga to'sqinlik qilib ularniki bu kasalni vaqtida e'lon qilishiga cheklim qo'yganlik sababidan bu kasallarning tez tarqab ketganligini ig'ir darajada tanqid qilayotgan bir mezgilda Dünya Sayyohat Tashkilotining boshlig'iniki Xi Jinpingni va u qo'mondonlik qilayotgan bu kasalni bartaraf qilish o'miginiki bu ishlarni qattiq maqtishi, ularni bak bu ishni nihoyat yaxshi bartaraf qilyotidi deb yuqori baho berishi shu xalqaroda nurg'un shu kasalga yaqindan qiziqayotgan nurg'un o'tkichilarni nihoyat g'azabga keltirgan. Shu sababdan ularda nihoyat keng doirada jamoat fikri to'plaganlik uchun Dünya Sayyohat Tashkilotininki boshlig'i o'zininki pozitsiyasida balkim o'zgarish qilib, ular yig'in ichish orqali buni bundaqa qilsak bo'lmayotgan degan qaror kelib, tunigun shu o'zininki asldagi qarorni o'zgartib, buninki darajasini, ya'ni ogohlantirish darajasini bir daraja yuqori ko'targan bo'lishi mumkin deb qarayman. Bu asosligi kasalda bo'lgan shu Xitoy tarqalgan Wuhan o'pka yollig'i kasalligininki o'zgarishi natijasidan emas, balkim xalqaroniki jamoat fikridan bo'lish nisbati biroz yuqori deb qarayman. Albatta, hamda shu Wuhan o'pka yollig'i jamoatga to'nilgan, keng ko'lamda to'nilgan shu 10 kun ichiga qaraydigan bo'lsak, Xitoy hukumatininki o'zi e'lon qilgan statistikasimi shu 10 kun ichida 30 hassadan yuqori ko'tarilgan. Dastlabda e'lon qilgan son 217 da,
buni hozir qaraydigan bo'lsak 10 kundek vaqt ichida 200 nechidan 10 mingga yaqinlashibdi. Unda chiqqanda 40 hassa ko'paydi desakmi bo'ladi. Lekin hamda ularniki o'lish nisbati yanala uncha bek qo'rqinchli emas. Ya'ni hozir 200 10 nechadan bu kasal sababidan, ya'ni aniq diagnoz qo'yilgan 210 nechadan o'lib ketgan bo'lib, taxminan o'lish nisbati ya'ni 2-3% atrofida. Bularningki o'lib ketganlarning uning ustiga mutlaq ko'p qismi ya'ni Wuhanda ekan. Wuhanninki o'lib ketish nisbatini 5% dan 6% deb ashtaga qarayotgan. Agar Wuhandagi o'lib ketganlarningki nimasini chiqarib o'tgan vaqtida hisobga qo'shmagan vaqtida butun Xitoydagi mush o'pka yallig'ular o'lib ketish nisbati 1% atrofida ekan. Ammaylan ko'rayotgandagidek mushu Xitoy sirtida garchi 100 dan ortiq odam mush kasalga giribtor bo'ldi deb diagnoz qo'yilgan bo'lsa-mu, 130-140 odam, ularning ichida birisimi o'lgani yo'q, o'lib ketgani yo'q. Shunga hozir ahvolni aytgan vaqtida bu kasallikning o'lish nisbati bak yuqori bo'lmasi kerak. Albatta bu har doim o'zgarib turdi. Bular bak oldimizdagi shu 1-2 hafta ichida cho'ng bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Agar 2 hafta ichida bak cho'ng o'zgarish bo'lmay qolsa, undan keyin o'zgarish bo'lish ehtimoligi bak yuqori bo'lmasligi mumkin deb qarayman. Bu faqat mening shaxsiy qarashim. Anından keyin Amerikaninki shu Amerika vatandaşlarga Xitoyga bormanglar deb ogohlantirishninki yana bir sababi, meningcha bu Amerikaninki shu kasallikni kontrol qilish va kasbiy xodimlari hozir qadar bu kasallikni insondan insonga yuqadiganligini 100% jazmanlashtiramagan. Garchi bu kasal dastlabda odamga yuqmaydi deb qaralgan bo'lsa-mu, keyin andan keyin odamga yuqadi deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin bu kasallarniki mutlaq ko'p qismi, ya'ni asosan hammasi desak bo'ldi, Wuhanga borgan bir nimasi bor, o'tmishidagi Wuhanga borgan bir xotirasi bor. Ya'ni bu kasallikni eng oxirisi Wuhanga berib taqishdi. Shunga bu yerda hamda bu kasallar odamdan odamga yuqqanmi yoki Wuhandagi shu kasallikka o'xshash manbasi bilan uchrashib qolganlik uchun yuqqanmi degan masalada mutaxassislarniki qarashida biroz farq bordi. Mana tunugun Amerikada tunji kasal shu mayli Xitoy bo'lsin, mayli Wuhan bo'lsin, berib boqmaganligi butunlay shu Amerika zemini ichida bu kasallikka giribtor bo'lganligi aniqlandi. Shuning bilan bu insondan insonga yuqadigan, ya'ni Wuhanga berib boqmagan, Xitoyga berib boqmagan odamlarning Amerika zeminida boshqalar orqali bu kasalni yuqtirib olganligi isbotlangandan keyin Amerika hukumati bu kasallikni Amerika doirasida texnik keng tarqalib ketishdan saqlanish uchun Amerika grajdanlariga Xitoyga bormaslikni tashabbus qildi. Şuna bu tünügünki bu iki karar herkesmi bu kasallikni ushtum tutna ig'irlashib ketganligi yoki bo'lmasa ushtum tut bir cho'ng o'zgarish bo'lganligidan emas, balki bu kasalga bo'lgan tonishninki uzluksiz ishiyotganligidan deb qarayman. Shunga qarindoshlar her xil asas yo'q xabarlarga bak ishinib o'zini bak jiddiylashtirish misim bo'ldi. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida hamda bu kasallik tiz tarqagan bo'lsa-mu, lekin uningki o'lish nisbati aytgan vaqtida yana töven. Tunugimmi bu vaqtda men so'zlab o'tdim. Ba'zi qarindoshlar balkim Xitoy hukumati o'lib ketganlarning sonini aniq e'lon qilmaydi. Bu hozir e'lon qilgan son hargiz ishonchli emas deb qarash mumkin. Albatta buning ehtimolligi bor. Buni hargiz inkor qilib bo'lmaydi. Biz bilimiz azaldan nurg'un narsalar undaga rost haqiqiy e'lon qilinib kelmagan.
Lekin bizga bo'lgan ishonchlik bir xabar shu chet elda bayqalgan 100 necha kasalning ichida hozir qadar birasi o'lib ketgani yo'q. Men shuni asos qilib bu kasalninki o'lib ketish nimasi bak uncha qo'rqib ketgandek yoki bo'lmasa ko'ch xabarlar davatqanidek unchalik yuqori bo'lmasa kerak deb o'yladim. Albatta buniki o'zgarish yana shu kasallik shu Wuhan o'pganligi tufayli o'lib ketganlarning sonini mayli Amerika olsun va boshqa munosabatli g'arb davlatlari izchil turda yaqindan kuzatib kelyotidi. Agarda bu kasal sababidan chet ellarda bundaq ko'p miqdorda o'lib ketadigan ahvol bo'lib qolsa, biz cho'qim dal vaqtida xabar topamiz. Menmo do'stlar bilan hambarlashib turaman. Shunga meningcha alayda bakkalik qo'rqab andish qilib ketishning hojati yo'q. Albatta bizning eng cho'ng andish qildiganimiz, eng qo'rqaydiganimiz muajiratdagi biz bo'lmasdan balki vatan ichidagi xalqimiz ular endi xatarlik bir ahvolda turyotidi. Agarchi bu kasalniki normal odamlar ichida o'lib ketish nisbati bak yuqori bo'lmasa-mu, lekin shu lagerda uzun lagerda yetib immunitet kuchi ozlarga nisbatan aytgan vaqtida yanada xatarlik. Shunga bizningki eng ko'p andish qildiganimiz yanada shu vatan ichidagi lagerlarda xalq bo'lish kerak. Bu masalaga xili ko'p sonli qarindoshlar izchil yaqindan ko'ngil bilib kelyotidi. Meningcha biz diqqatimizni yanada shular qarasak to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Muajiratdagi qarindoshlar o'zimizniki nimadan bak andish qilib sog'lomligimizdan bak andish qilib jiddiylashib ketsak, o'pkaligi bizga Wuhan o'pkaligi bizga ta'sir qilib qo'yguchilik o'zimizning jiddiychiligi shu o'zimizning andishisi bilan kasal bo'lib qolishimiz mumkin. Meningcha bu ro'yjatdagi bu sog'lomlikni aytib muhim. Shunga qarindoshlar meningcha ishonchsiz ko'chada yiqilib yurgan xabarlarga bak ishinib o'zini jiddiylashtirib olmay salmoq bo'lishni, anandan keyin agar vaqt fursat bo'lib qolsa o energiyasini vatandagi qarindoshlarga qandoq yordam bera olayman degan shu masala ustida ko'proq o'ylab beqishni umid qilaman. Hammanglarga rahmat. Xo'sh, xudoga emanet.